Salam jamoat, Ayda onlayn proyektida Easy Tatar topshiruvini davom etib, sizning bilan g'alatdagisha, men Bulat Shaymi. Baribizda bilganimiz tatar tili bik motor til. Ammo qo'y vaqt xatlovda bo'lala. Adabiy tilni yaxshi bilsangiz-da, qo'yshoq suylam tilida qiziq o'zgarishlar bo'lurga. Qo'y bir ovozlar yozilgancha aytilmaskan mumkin. Ham shularning bir nechasini biz bugun qarab ketashakmiz. Ketdik. Ayda gazala mana bu iborani qarab ketik. Yobali. Masalan, eshikni yobali. Eshitdingizmi? Men yop ali deb aytmadim yozilgancha. Yob ali deb aytdim. Shulayq masalan, yob indi qarab oldim ko'p so'zlarda da bu sangrov p ovozi yangrov b ovozini aylanadi. Ya'ni yangrovlasha. Demak, qoida p ovozini bitgan so'zdan so'ng so'ziq ovozdan boshlangan so'z kelar ekan, u yangrovlasha. Ya'ni b ovozini aylanadi. Bu qoidalar silivit qiziq tugul. Sho'ydi biladi o'zini hozir. Yaxshi. U jingil. Aydagiz misollar keltiramiz tag'in. Mana bu jumlada p nechga aytiladi? O'zingiz bilib qarag'iz hali. Hozir videoni to'xtatingizda, o'qib qarag'iz. Andan birga tekshiramiz. Bishan bozoriga borib qaytdim. Durust. Bunda p yangrovlashmi, ya'ni b ga aylanmaydi. Chunki andan so'ng tortiq q ovozi keladi. So'ziq tugul. Mana bu jumlani necha o'qirsiz ekan. Bishan bozoridan borib oldim. Bu ishroqda p endi yangrovlasha, ya'ni b ga aylanadi. Borib oldim. Ko'rdingizmi? Afarin. Hozir sizni shin totar ekan bu deb o'ylayshaqlar. Agarda bizning bilan tag'in bir necha qoidani o'rganib ketsangiz. Kelasi qoidaga ko'chamiz. Masalan, qo'y teringdi. Qoidani bu yo'li o'zingiz aytib qo'ray olasizmi? Aydagiz bo'lisham. I'm here to help you guys. Don't worry. Q ovozini bitgan so'zdan so'ng so'ziq ovozdan boshlangan so'z kelar ekan, u yangrovlasha, ya'ni g ovozini oladi. Tezroq misollarga qo'shik. Yami music konsertiga borg'ingda, ular yozdirgan totarsha muzika shunday shap. Trust me. Eshitdingizmi? Boriq indi tugul, Boriq indi. Tag'in bir qoidani qarab keting endi. Sizdingizmi? Men ketik indi demadim. Ketik indi dedim. K ovozini bitgan so'zdan so'ng so'ziq ovozdan boshlangan so'z kelar ekan, u yangrovlasha, ya'ni g ga aylanadi. Hozir haligi misollarga qo'shamiz. Videoni tag'in to'xtatib turib, o'zingiz aytib qarag'iz boshda, andan tekshiramiz birga. Tilni o'rganish uchun praktika kerak deylar. Kerak ekanini bilam. Shunga ko'ra do'stim bilan har kun totarscha so'zlashaman. Eshitgansizdirmi? Ikkinchi ishroqda bizning k ovozi g ovozini aylandi. Kerak ekanini bilam. Barliq o'rgangan qoidalarni qabatlari uchun sizga tag'in 3 misol. Videoni to'xtatamiz, o'qiymiz, ham tekshiramiz. Bulat Shaymi kanalimdagi videosini olib atgan. Aning videolarini borisida g'oshiq indi. Alay bo'lg'ash yozlarga kerak ekan. O'zingni o'zing maqtamasang, tag'in kim maqtasin, shu ayt. Yarar bugun tag'in bir narsa o'rgandikmi ekan? Ordingizmi? Kimlar hozir anglab oldi, shularga 5li. Men o'rgandikmi ekan dedim. Yozilgancha o'rgandikmi ekan deb ayirib aytmadim. Ordingizmi deganda da shuluq ko'rinish. Shulay aytib, suylam tilida m qo'shimchalarindagi ovozlari, ulardan so'ng kelgan l ham ekan so'zlari bilan qo'shiladi. Mana sizga tag'in bir necha misol. Boshim ketdimi? Ikkinchi misol, nega shunday yuqa boshmikan sen? Shulayq qoralik kabi iboralarda o bilan a ovozlari qo'shiladi. Qora ali tugul, qorali deb aytiladi. Shulayq masalan jirlali, boshlali, ishlali ham boshqalar. Bu esa o bilan a ovozlari raddan kelganda shulay bo'ladi. Masalan, qarali misollari bo'lganda qoidani anglavi og'ir tugul ekan. Tatar tilidan bilimlaringizni tag'inda ko'proq tekshirishga tilasangiz, Ayda onlayn proyektida yaxshi testlar da bor. Milliy rizqlar turida interaktiv o'yin, tatar tili dialektlari turida test, Seni qadar tatar degan sinov ham boshqa qiziq narsa. Notamasi menda o'sta. Jamoat aliga shuni bilan tamomlab turing. Hozir tatar tiliga tag'inda tabiiylik yong'ray boshlar, ham tezlashish tanishlaringizni men ko'proq yaxshiroq anglay boshlarsiz deb ishonib qolaman. Ayda onlayn proyektori Ayda onlayn proyekti bilan tatar tilingizni komillashtirishingizni davom etingiz. Do'stlaringiz bilan bo'lishingiz, yozlig'iz, eson sog'.